Yigitlar, o'sha o'rta guzarda yigitlari bir chiroyli xizmat qildi. Bundan keyin ham mana shu xizmatlar navbati bilan davom etaveradi. Faqat bittagina o'zgarish bo'ladi. Talab bilan taklif shunaqa taklif kiritishdi yigitlar. Bundan keyingi Navro'zlarda ma'lum bir sinf yoshdagi yigitlar qilib bersa degan taklif bildirdi. Men hozir agar ijozat bersanglar, men shu sinfda yigitlarni ro'yxatini e'lon qilaman. Ana Baxtiyor aka boshchiligida mana raqqos opamiz keldilar, qo'shiq opamiz. Qarsak bo'lsa Baxtiyor aka sha'nlariga. Ey yashaylar. Keyingi Navro'zni 1980-81-82-yil yigitlari o'zimiz tashabbus bilan o'zimiz o'tkazib beramiz degan tashabbus bilan chiqishdi. Agar qo'llaringiz bo'sh bo'lsa, mana shu yigitlar sha'niga chiroyli qarsak qo'yinglar, yashaylar. Keyingi ana shu yigitlar nasib bo'lsa Navro'z bayramini chiroyli qilib o'tkazib beradi, faqat xizmatini navbat bilan o'sha kelib qo'ygan joydan davom ettiraveradi. Xizmatni ular boshqa kishilar qiladi. Xo'p, faqat bitta ayollardan bitta iltimos bo'ldi ayollarimizga, hurmatli ayollar, xotin-qizlarimiz. Xo'p, qishlog'imizda ajoyib bir prakatlari bor. Prakatlarda idish tovoqlari o'zlaringiz bilmagan holda, hech kim bilib turib qilmaydi bu narsani-yu, bilmagan holda tovoqlari almashib ketmasin. Xo'p, shu narsaga e'tibor